Bilinchiga o'xshamaydigan qizlar shu yerdamizlar. Eng oson usulda bilinchik pishiramiz. Retsept juda ham oson, hech qanaqa siri yo'q. Ikkita tuxumni olib, idishga chaqib olamiz. 1 choy qoshiq shakar, tuz solib yaxshilab aralashtiramiz. Orqasidan 2 stakan iliq sut solib, yana aralashtiramiz. Yarim stakan semichka moyi solib, choy qoshiqni uchida chayni soda solamiz. 100 gram un solib, suyuq xamir tayyorlab olamiz. Qizlar, e'tibor beringlar, suyuqligi shunaqa bo'lishi kerak. Xamirimizga 10 minut dam beramiz. 10 minutda shunaqa kir salfetkalarni tozalab olamiz. To'g'ri eshitdingiz, shunaqa kir dog'larni ham 10 minutda tozalaymiz. Buning uchun bizga bavi kerak bo'ladi. Bavini solib, ustidan qaynoq suvni solamiz. Qizlar, buni ko'pirishini qaranglar. Ko'pchilik bavi ko'pirmaydi deydi. Yo'q, ko'piradi. Sizlar faqat to'g'ri foydalanishni bilmaysizlar. Ham ko'zingiz quvnaydi, ham vaqtingiz tejaladi. Dam olgan suyuq xamirimizni qizib turgan tovada ikki tomonni bir xil qilib pishirib olamiz. Qizlar, shunaqa teshikchalari ko'p bo'ladi. Shunaqa idealniy bilinchiklarimiz tayyor. Orqa tarafi ham shunaqa bir xil bo'lib pishadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib keting, xursand bo'laman.